Tezkor xabar. Endi fuqarolarga 1 million so'mdan pul beriladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarga beriladigan 1 million so'm miqdoridagi bir martalik moddiy yordam berilishi boshlandi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi axborot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, prezidentning joriy yil 2-apreldagi yoqilg'i energetika sohasidagi bozor mexanizmlarini joriy etishda ehtiyojmand qatlamni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha choralar to'g'risidagi qaroriga asosan 2025-2026 yilgi isitish mavsumida aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'shimcha moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi belgilandi. Buning uchun ijtimoiy himoya yagona restori orqali bolalar nafaqasi, moddiy yordam oluvchi oilalar restoriga kiritilgan hamda mahalla yettiligi tomonidan shakllantirilgan qo'shimcha ro'yxatdagi oilalarga 1 million so'm miqdoridagi bir martalik moddiy yordam ajratilishi nazarda tutilgan. Ta'kidlanishicha, moddiy yordam olish uchun ariza 1-oktyabrgacha qabul qilingan bo'lib, ular mahalla yettiligi tomonidan ko'rib chiqilishi ma'qullangan. Ushbu xabarni tezda fuqarolarga yetkazib qo'yamiz.